Bugun Ziflerning taqdimotidaman. Odam juda ham ko'p bugun va maishiy texnikaning dunyosidagi yangiliklar haqida aytib beraman bugun. Agarda bilmagan bo'lsangiz, o'zi ko'plab biz uyda ishlatadigan texnikalarimizni harbiy va kosmik texnologiyalardan kelgan, ya'ni birinchi bo'lib ana o'sha yerda ishlatilgan, keyin qarashsa foydali bo'lgandan keyin uylarda ham maishiy texnika sifatida ishlatishni boshlashgan. Mana masalan mikro to'lqinli pechlar birinchi bo'lib radarlarda ishlatilgan. Ikkinchi jahon urushi paytida, keyin uylarimizga kirib keldi, agar bilmagan bo'lsangiz. Va o'zi o'sha eski paytlar haqida gapiradigan bo'lsam, ahamiyat bersanglar, oldin texnika 20 yil, 30 yil xizmat qilardi. Hozirgi paytda 5-6 yilga boradi deb buzilib qoladi. Nega unaqa bilasizlarmi? Faqatgina detallarni sifatsizligida emas gap. Gap shundaki, elektr energiya hozirgi paytda juda ham ko'p o'ynaydi, sakraydi va mana shu deb texnika mini infarktlarni doim qabul qilib turadi va buziladi. Zifler o'z texnikalarida mana shu narsani inobatga olishgan va mana shu bilan ularning texnologiyalari tugab qolmaydi. Hozir ekraningizda siz varishni panelni ko'rib turibsiz. Unga havoni tortib olish tizimi biriktirilgan va mana shu havo tortish tizimi plazmalik filtrlarga ega, ya'ni ular yog' hidini, ovqat hidini molekulalarga ionizatsiyalashtirish yordamida bo'lib tashiydi va sizga toza havoni qaytarib chiqarib beradi. Yoki masalan ularning duxovkalariga ahamiyat bering. Ularda konveksiyalash texnologiyasi bor. U nima qiladi? Duxovkani yoqqan paytingizda issiq havo tepaga ko'tariladi, sovuq havo pastga tushadi va ventilyator mana shu havoni aylantirishni boshlaydi. Va mana shu deb duxovkaning ichida barcha burchaklarda harorat bir xil bo'ladi va taom bir xil darajada hamma yog'i pishadi. Aytgancha, kir mashinalariga ahamiyat bering. Bu yerda ularning kengiligi kamaytirilganda, lekin balandligi ko'paytirilgan. Nega? Mana kir kiyim aylanadi-ku, balandligi ko'proq bo'lgani uchun kir u yoqqa bu yoqqa ko'proq uriladi va shu deb kir tezroq ketadi. O'zi bu taqdimot Ziflerni rebrandingi bo'layotgani uchun o'tkazilyapti va mana hozir ular yangi texnikasini taqdim qilishdi. Odamlar darrov talab tashlashni va tekshirib tashlashni boshlashdi. Shuning uchun siz ham do'konlarda uni qidirib, tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Texnologiyalar juda ham yaxshi.